Assalomu alaykum. Agar sizda og'riq bo'lsa, doimiy og'riq qoldiruvchi dorilardan charchagan bo'lsangiz, даже ular ta'sir qilmay qo'ygan bo'lsa, koksartroz, gonartroz, belda grija, sidalishni nerv tortsa, dumg'azada quymuchda og'riq bo'lsa, bo'yinda qotishish, davleniya oshishi, yelkani ko'tarilmasligi kabi muammolar kuzatiladigan bo'lsa, bizning davolash jarayonimizga qiziqsangiz va natijalar qanaqaligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, doktor, o'zingiz yaxshimi? Ha, Xudoga shukr, rahmat. Qani, bugun mana lichinyangiz 10-kuni tugadi. Birinchi kursni tugatdik. O'zingizni o'sha kuzatuvchilarimizga tanishtirsangiz, ularga ham qiziq, qanaqa diagnoz bilan keluvdingiz? Men Rustamova Farzona Samarqand shahri Xishrovdan keldim. O'zimiz tomonga ko'p doktorlarga ko'rsatdim. Ukol dorilar, lichenyalar oldim. Ular faqat operatsiya deyaverdi. Keyin internet orqali bu kishini nimalarini ko'rdimda, videolarini. Darrov murojaat qildim. Keldim, 10 kunlik kursni lichenyasini oldim. Hozir ancha yurishlarim yaxshi. Menga suyak yemirilishi 3-4 daraja deb qo'yuvdi ular. Hozir Xudoga shukr, yurishlarim ancha yaxshi, og'riqsiz yuribman. Uyda faqat obezbolchi, og'riq qoldiruvchi dorilar bilan yuruvdim. Hozir ichmayapsizmi? Yo'q, hozir ichganim yo'q bu yerga kelganimdan beri. Ichganingiz yo'q. Ancha yaxshi, Xudoga shukr. Endi qarang, 20 kun mashq qilasiz. Mashq qilasizda, ozgina o'sha mushak, paylarda укрепить qilib kelsangiz, yaxshilab mustahkamlab kelsangiz. Ikkinchi kursda maqsadimiz endi suyakni tiklashga ishlaymiz. Birinchi kursda faqat maqsad o'sha suyak yemirilishga olib kelgan sababni topib yo'qotish edi. Biz o'shani ichki organlaringizdan topdik, o'shani yo'qotdik. O'sha yemirilgan joyga endi kelganingizda lazerlar qilib, magnitlar qilib, kineziologiya qilib, xudo xolasa suyagingizni sekin asta tiklaymiz. Endi bu suyak bo'lgani uchun uzoq vaqt talab qiladi. O'rtacha kurs 2 yil davom etadi suyakni tiklash uchun. Keyinchalik har 6 oyda yo har 1 yilda bir kelib turasiz. Bo'ldi. Shu bilan xudo xolasa hammasi joyiga tushib ketadi. Ba'zilar bo'ladi aseptik nekroz bilan Xorazmlik bir aka kelgan bizda 3-daraja aseptik nekroz bilan. Menikiga 3-4 bosqich. Sizda o'sha undan og'riq. Ularni davoladim, 1 darajaga 3 oyda tushirdik. 2-darajaga tushirdik-da, og'riqlari yo'qoldi. Shu bilan tuzaldim deb kelmay ketganlar. Mana o'tgan hafta keldi, Hamza aka deymiz. O'tgan hafta keldilar. Ikkinchi oyoqqa ham o'tgan og'riqlar kuchayib ketgan. Shuning uchun aytmoqchimanki, og'rig'ingiz yo'q bo'lib ketsa ham, o'zingizni yaxshi his qilsangiz ham kamida 2 yil davomida har 3 oydan kelib turing bundan. Yo'q, salomatligim kerak, kelaman. Birinchi safar kelganimga xo'jayinim rosa nima qildi-da, ishonmadilar. Hamma joy operatsiya deyapti, bu qanaqa ekan dedi. Keyin nima bo'lib ketdimki, ko'rib yo'q dedi, mana bo'lar ekan-ku deb o'zlari jo'natib nima qilib qo'ydilar-da. Rezultat bo'lsa shunaqa bo'ladi-da. Lichena qilish mumkin hamma narsani. Aseptik nekroz, suyak chirish kasalligi, suyak yemirilish kasalliklari asosan asab tizimiga bog'liq kasallik. Men endi ko'p operatsiya bo'laverdim-da, bunisiga ham yurak dosh beradimi deb rosa bizlar o'ylandik. Keyin shu Instagram nimalardan ko'rib qoldik-da. O'sha siz operatsiya yurakdan ham bo'lgansiz. Yurakdan ham bo'lgan. 11 marta o'zi operatsiya bo'ldim men. Bironta ukol olganim yo'q kelganimdan beri. To'g'risini aytish kerak-da baribir. Uyga ham borib, yengil yotib turish, o'sha yurishlar yengil bo'ldimi? Uyda ham ikkinchi. Uyga ham shu uncha katta mashq qilganim yo'q, dori ham ichganim yo'q. Ara-arada 1-2 bo'ldi. Endi bir martami shunday dori ichdim. Mashqlarni qilib yurdim. Bitta yurib ko'rsatasizmi? Kelganingizda rosa anaqa yurishga qiynalardingiz. Hozir yurib bir ko'rsatay. Mana. Yurishlarim rosa yengil bo'ldi-da, o'tirib turishlarim ham o'zim harakat qilyapman. O'tirib turishga. Assalomu alaykum Farzona opa. Mana hozir bugun birinchi marta YouTube uchun o'sha otsiflar olyapman. Shu paytgacha olmaganmiz. Buni kasallarimni o'zlari taklif qildi. Chunki sizlarda rezultat yaxshi, nimaga reklamalaring kam? Bir xil joylarda reklama zo'r bo'ladi, borsak, rezultat ola olmasak xafa bo'lamiz. Sizlar nima qilmayapsizlar shu ishda degani uchun mana birinchi rezultat bergan eng yaxshi kasallardan bittasi siz. Juda og'ir ahvolda kelgansiz. Aseptik nekroz, ya'ni suyak chirish kasalligi bilan kelgansiz, 3-4-daraja. Hozir mana 4 oylik lichenyadan keyin 3 marta kelib ketdingiz, 4 oy ichida 10 kundan va повтор MRT qildirganimizda sizda aseptik nekroz 2-darajagacha tushgan. Bu juda yaxshi natija hisoblanadi. Chunki ko'pchilik bu vaziyatda 3-4-daraja suyak yemirilishi, aseptik nekroz, koksartrozlarda operatsiya qildirishadi.
Shuning uchun mana siz o'zingiz haqingizda mana kuzatuvchilarimizga gapirib bersangiz, qanaqa bo'ldi lecheniya, shu paytgacha qanaqa operatsiyalar o'tkazgansiz, qaysi joylarda lecheniya olgansiz, bizda lecheniya olgandan keyin holatingiz har bir kelganingizdan keyin qanaqa o'zgardi, shular haqida gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, assalomu alaykum. Men Rustamova Farzona Samarqand shahridan kelganman. O'zimiz tomonlarga ko'p nima qildim. 3-4 darajada bu meni kasalligim suyak yemirilishi va chirishi degan. Bo'g'imdan bo'g'imda o'tay ekanda. Bu yerni operatsiya qilsak, yana bu yerga, hali bu yerni qilmasam, bu yerga o'xshanar ekanda. Keyin o'zi 11 marta operatsiya bo'lganim tufayli yuragim ko'tara olmay ekanda, katta narkozni. Shu uchun rosa qidirdim, doktor o'zimiz tomonlarga ham lecheniya oldim. Keyin u yurakka suv berib qoldi-da, ko'p kapli olganimizdan. Keyin bu yerga ko'rib qoldim, dori darmonsiz deganiga bu yerga keldim. Doktorlari yaxshi. Birinchi bosqichda faqat o'sha kasallikni to'xtatdik. Ikkinchi bosqichda o'sha lecheniya, va o'zi 3-bosqichda butunam yaxshi bo'lib keldim. Xudoga shukr. Endi yana 3 oydan keyin kelaman, Xudo xohlasa. Bu yer yaxshi ekan, nuqtalar orqali davolaydi. Umuman dori darmon yo'q. Doktorlar ham hammasi xushmuomala. Birontasi bilan nima bo'lganimiz yo'q. Kelishib, o'zaro suhbat bilan doktorni tanlash yana o'zi kasallarning ixtiyorida ekanda, doktorlarni nima qilish. Qaysi doktor yaxshi samara berib lecheniya qilsa, o'sha doktorni tanlashga haqqimiz bor ekanda. Shunaqa. Keng imkoniyat demoqchiman-da. Shunaqa. Birinchi marta lekin yomon nima bilan keluvdim. Umid berganingiz uchun, davolaganingiz uchun hammasidan nimadaman davolni bo'lib ketyapman. Bolalaringiz baxtiga, oilangiz baxtiga sog' salomat yuring, charchamang doktor, sizga kattakon rahmat. Alisher akaga, Yusufga, Jasurga, hammalariga общий kollektiv yaxshi. O'zingiz tomonlarga nima degan bo'lardingiz? O'zingizni o'sha tojikcha nimalaringizda, o'zingizni nima shevangizda ham bir gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Chunki o'zingiznikilar ham sizni eshitadi-da. Inja zo'r klinik oshon, ham oshon nag'z lecheniya میکنن. مملشون با گپ نیست. خودتون tanlakan qo'qashba ega doktora, beton, nag'z, kasalkati kurashkadan darkor. Doktora tanlakan kasala va yash. Nimachi? Kasala ixtiyorashba. Kadom doktor nag'z bo'ladi, medaret, naforat, digarashba medaret. Kelinglar, hammasi yaxshi. Boshqa yerga bormayapti, olib keldim, shu ekan birdan olib Assalomu alaykum. Assalomu alaykum doktor aka. Sog'lig'ingiz Yaxshimisiz? O'zini sog'lig'i yaxshimi? Men yaxshi. Rosa qiynalib kelgandim, 2 kishi ko'tarib keldi. Mana bugun xudosi 10 kun bo'lib o'zi oyog'imga yurib ketyapti. Alhamdulillah shukr. Doktorlarga kattadan katta omad deyman, charchamasin. El do'stlar shuni xizmat qilishni talabdorman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana kelishda qiynalib keluvdingiz. Rosa qiynalganman, rahmat, esimdan chiqmaydi. Endi bir yurib ko'rsating, yura olmasdingiz. O'shani kecha zinadan chiqqanlaringizni ko'rdim, yaxshi yurishlaringiz. Endi yaxshi. Faqat shu oqsoqlanish bor. Buni ham Xudo xolasa O'tirganimda endi. ikkinchisida ketkazamiz, Xudo xolasa. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Qancha kasal qilsam aslan. Sog' bo'ling. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa va konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar orqali men bilan bog'laning, konsultatsiya berib o'taman.